Yana hali o'zidan baquvvat bolalar bilan urushib yoradigan oshnam haqida-da. Aytayapman-da, men kelinchi ishdangiz hozir yana kim bilan urushdingiz? Hali paypag'idan Rolls-Royce keladigan bolalarga yana urushib qo'ydingizmi desam, "Ha, yo'q, nimaga osna" deydi. Telefon qilishyapti do'st. Ha, telefon qilsa olmay qo'ying. Mikrovolnovkamga qilishyapti hozir 7 ta 0 ekan nomeri. Kim bilan urushdingiz? Ha, 7 ta 0 dan cho'chish kerak emas, u oddiy raqam u. Pulga sotib olsa, 7 ta 0 raqamda emas, harfda yozilgan. Dog'dir, tushunyapsan qanaqa odamlar bilan urushayotgan edi bu. Oshna hozir 2 Damas odam keladi oldimizga. 2 ta Damas ko'tarib kelishadi, Damasning ichida kelishmaydi. Nima qilamiz hozir? Yo'li bor, oshna yo'lini topamiz deydi. Yo'lini topamiz, to'g'ri. Asterixma, Obelixda haligi damlamasidan zakaz qilishimiz kerak. Ha, shunda bir eplab chiqib ketsa bo'ladi. Boshqachasiga yo'q iloji. O'zingni o'lganga solishni bilasan, men bilaman. Oshna deydi, men bilardim deydi. Umar Hayyom o'zi to'g'ri aytgan. To'g'ri kelgan odam bilan qorin to'ygizganda yakka o'zing ochayotganing yaxshi deb qo'yapti. To'g'ri kelgan odam sensan bu dunyoda deb. Bor bekin